Assalomu alaykum akalar. Mana Arishan Vodiy nomer 1 kanali. Xudo xolisa sizlarga mana Qo'chqor, Soliq, xudo xolisa chiqazib beramiz. Alloh nasib qilsa. Mana 2025-yil hafta kuniga akalar, seshanba 1-iyul kuniga xudo xolisa chiroyli mana ekan obzor qilib chiqazib beramiz. Imkon darajasida har kungi qilib chiqazib turamiz. Alloh nasib qilsa, yaxshisini faqat sizlar obuna bo'lib, xudo xolisa podpisiya qilib, like bosib, xudo xolisa kommentga imkon darajasida nuqta, virgul qo'yib qo'ysani ham akalar, xudo xolisa biz xursand bo'lamiz. O'tkazgan vaqtimizga yarasha akalar mana ekan, xudo xolisa qo'chqarimiz 2 yosh, Solig'imiz xudo xolisa 2 yosh. Qo'chqarimiz shakki yangi chiqargan, Solig'imiz tishi 4 ta ekan. Mana orqa razrezlariga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Solig'imizni ham, qo'chqarimizni ham mana ideal holati. Mana orqa razrezlari jonivar. Mana yaxshilab ko'rib qo'ying. Qo'chqorga ham vobshe gap bo'lishi mumkin emas, o'ta ideal holatda. Mana qo'chqarimiz yuzlari, mana kallalari, mana quloqlari ham o'ta chiroyli ekan janob. Evet. Quloqlarni ham bir o'lchab berasiz. Quloqlarni ham bir o'lchab yiqib. Mana ekan akalar, quloq mana ekan. 21. Mana razrez akalar. 21 mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'chqarimizni tishi bu qanaqa endi buni? Hozir tishini ham yaxshilab ko'rsatamiz. Shu yangi shu 2 yasharga ana 2 chegan qo'chqarimiz hali yosh ekan janob. Hali ancha ishladi. Mana orqa razrezlarni ham bir ko'ringlar. Mana jonivor ertaga pichilib, netib qiynamadi, xudo xolisa. Mana metrga omilar men bu deyapman, mana realni o'zini ko'rib, nechiga oladigan bo'lsani, o'shanga qarab, xolasizlar mana ekan yerdan qo'ygandek holati metrga. Mana akalar. O'zingni bilib baho berib olaverasizlar janob. Endi Solig'imizni ham bir tanishtirib o'taylik ma'lumotini. Uzunligi, qo'chqarimizni ham mana uzunligi. Janob pashti kvadrat ekan qo'chqor. Ha, qo'chqor salkam 1 metrga qarab ketdi. Mana o'zingni bilib baho beraverasizlar. Kvadrat ekanda. Solig'imizni ham bir yoshlarni Soliq quloq tashishini qarang janob. Mana Solig'imizni tishi 4 ta ekan, 2 yosh ekan. Solig'imizni mana quloq tashishlarini qarang. Men shu quloq tashishiga bormanda janob. Mana qarang. Ashini ham quloqni Quloqni qarang. Ha, o'lchanchi. Go'llarni qarang, kiyligini mana endi ham 10 chiqib ketdimi? Shirokiligi 10 kivet qulog'ini. Iniga razreziga qo'yib bir o'lchanchi jonivorni. Akalar mana ekan qulog'ini razmeri o'sha 21 ga yotyapti. 21 ekan mana. Даже 21 plus, lekin o'sha 21 ga olishaversa, xudo xolisa obunachilarimiz mana ideal holati. Omilar Solig'i ham, qo'chqorni ham orqa razrezlari o'ta zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'risi gap. Ina Qo'chqorni ham, Solig'i ham o'ta fokusi qanaqadir o'ziga jalb qiladigan anaqasi zo'r ekan. Avazbek o'ta strelli ekan. Xudo xolisa bularni elga qondoshligi Hasanboy, Fatimaxon degan joyi yo'q, ha, ikkilasi ham addin-na bular. Lekin bular juplab qo'yilmas bular. Ha, o'sha kerak xolos, chunki obunachilarimiz xudo xolisa qo'shishadi. Ha, ertaga uyaltirib qo'ymadi, ina kilit kelsa ham bitta o'z bilan, ha. Xudo xolisa o'zi Solig'imiz qachib ham qolgan bo'lishi kerak. Solig'imiz ham qachib qolgan bo'lishi kerak akalar. Mana oppo desa sizlar o'ylaganlar akaja, oppo emas bu. Lekin Solig'imiz ham o'ta ideal. Shirokiligini go'zal narsa. 10 chiqib ketdi janob. Qo'chqarimizni mana shu haqida kichkinagina o'sha qirg'iz eni bor ekan. Quloq tashlash qarang, qo'chqarimiz. Va Solig'imiz qarang, quloq tashlashlarini. Qo'chqarlar Yuzlari ham o'ta chiroyli. Mana quloq tashlash. Janob. Omilar maza qilib boqaman degan akalarimizga. Qo'chqor ham ideal ekan, xudo xolisa. Solig'i ham ideal ekan.
Xo'sh akalar, endi buni narxi bilan bir tanishtirib o'tsam, xudo xolisa Avazbek Men so'rayman, bitta buyuni ko'rsatib keyin. bo'ldi. Bayga o'lchash berayku deyishadi mana. Mana ko'rib olishingiz. Mana o'zingni metriga baho beraverasizlar akalar. Mana men o'qidim, o'sha 90 atrofida ozgina kam 90 ekan sog'lig'imizni bu. Mana men yerdan Yaqinlab ko'rib olishadi. Mana ekan sog'lig'imizni bu. Sal kam 90 ekan mana. Mana beshimga qilich yesa ham rostdan aytaman. Endi ko'rganim, endi o'zingizga baho bera olaverasizlar bu yerga. Uzunligi kelsa akalar, uzunligi uzun ekan janovarlar. Mana ekan. Uzunligi 97 kiyeti даже sog'lig'i. Homila haqiqatda uzun sog'liq ekan janovar. Kelishgan. Mana ideal holatda, mana qo'chqori oldi korpuslari ham o'ta zo'r ekan janovar. Mana stolkalari sog'lig'i ham. Menga haqiqatda yoqdi. Avazbek endi bularni narxini necha puldan qo'yib beramiz, xudo xolisa obunachilarimiz uchun. Azrat aka, Hop, bularni 700 dan beraman. 700 dan addenni holatda demoqchisiz-da. Misol so'rashsa 700 dollarga beraman shuni. qo'chqarimizni 700 dollarga, o'zini so'rasa, dastavka qilib Beraman. yetkazib berishadi, xudo xolisa pulni sanab berib yuborishaveradi. Sog'lig'imizni ham narxi 700 dollarga. Lekin bitta bonus qilaman, xudo xolisa. Hop, Ikkalasini, masalan, o'zimizni obunachiga kelishsa, obuna bo'lganman avvalga. Bitta ikkalasini so'rashsa, ikkalasi helnasi, ikkalasi bir katta. omila o'ta hel ekan. O'ta hel. O'ta hel. Xon bitta emas. Ota-onasi boshqa. To'g'ri. Xohlasa buni quvib berishadi, bolalar ilishaveradi. O'zi pashti sog'lom qanchaman poldishga. Ichida Ha. yuribdi, sinovdan chiqdi. Unday qo'yib, xudo xolasa ikkalasi. Ha, to'g'ri, o'sha bakoda Ikkalasini bo'ladi. ilishsa 1300 dollarga obunachilarga beraman. Gap yo'q, tanjangiz sog' bo'lsin. Kanalinga desa 1300 ga Akalar, obunachilarga beraman. rahmat sizga. Akalar, xudo xolisa ikkalasini agar bir joyga xudo xolisa bitta xonadonga qutuliq qadamli bo'lib boradi desani, akalar 1300 dollarga xudo xolisa dastavka qilib yetkazib berishadi, xudo xolisa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolisa biz harakatdan to'xtamaymiz akalar. Imkon darajasida obuna bo'lib, like bosib, akalar kommentariyaga atganimdan hech bo'lmasa nuqtani bo'lsa ham qo'yib qo'ysani akalar, o'zimiz tushunib olamiz. Prosta xursand bo'lamiz, o'zimiz ovutamiz, Alloh nasib etsa. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar.